etdivi, rozivi ranglamas. Bunaqa qutdi nos qo'yadigan joylari yo'q buni. Nos kadini qo'yib qo'yasiz-ku, keyin bankaga sovuqcha qo'yib qo'yasiz. Unaqa emas. Bu haytiga akajonim. Bu zamonning talabi. Hozir usta ko'p, usta juda ko'p. Bitta Rossiyaga borib kelgan odam usta bo'lib ketyapti. Noto'g'rimi shu gapim? Guldan go'sht yeydi, tandir yeydi, har qalay Qashqadaryolik. Narxini samolyotning narxida o'ylamaydi akalar. Narx el qatori O'zbekistonda nima narx bo'lsa shu. Xullas, mana bu, mana kamit yozadigan, negativ yozadigan darmetlar borki, o'shani tashlab ketgan darmet leylakni pati bo'ladi, ushlab qoqib qo'yishibdi. Bunisini bitta ko'ringlar. Mana 120 ga kirgan leylak qarg'a bordik. Hozir aytgan. O'sha o'libdi xullas, o'shani patini qo'ydik. Lekin hozir bunga e'tibor qilmaysizlar, sizlar remont ko'ringlar. Bugun sizlarga remontni degan joyni ko'rsataman. Ana pulni yig'ib qo'yibsiz-ku, uchastkani olib qo'yibsiz. Nima remont qilishni bilmayapsiz. Pulni qayerga sochishni bilmayapsiz. Chaqirgan ustalaringiz mana bunaqa remontlar ko'rsangiz kallasini qashiyib hozir kelamiz deb ketdik kechakilar. O'shalarni o'rniga zo'r usta topib qo'ydim, bitta ko'rasiz. Remontchani uzoqdan bitta ko'ring, yaqindan obzor qilib beraman. Oldin mana buni ko'ring. Televizorcha nima deyapti? Pastga kamerdan bo'ladi, hozir ko'rsataman. Televizonalar, mana dit borki, dit mana shu yerda ko'ringanda, mana shu xonada ko'ringan. Bitta ko'rasizlar, keyin ustalarning nomerini pastga yozib qo'yaman, keyin bog'lanaverasizlar bemalol. Ketdik. Xullas Boytog'o, remont qilmoqchisiz, ustani qidiryapsiz. Hech kuningizdan topolmadingiz, yana aytdim. Meni soham emas, men patologchiman, lekin qayerga borsak usta so'raydi-da. Zo'ri bormi, yaxshisi, pulni havoga uchirmaydigani, insoflisi, qo'li gulidan bormi deganlar uchun bu videoni qilyapman. Remontni ko'ring. Kamini topolsangiz kamitga yozasiz. Aybini topsangiz kamitga yozasiz. Lekin zo'r bo'lsa, ko'nglingizdagiday chiqsa ham yozib keting. Ustalar o'qiydi, xursand bo'lsin. Ishidan ko'ngli to'ladi-da. Remontni ko'ring. Mana bunaqa hozir urf bo'lgan-ku, boy akalarimiz patilishyapti-ku, kerak bo'lsa tirik qushni ham ushlab kelib patinalyapti. Endi bular yasalgan-ku, искусственный. Mana shunaqa narsalar qilib berishgan. Patologida qarang, patologida. Haytik, mana shunaqa patsvetkalar, lustralargacha o'zlari tanlab berishgan, dizaynga moslab. Bu dizayner ishlamagan. Buni ustalarning o'zlari dizayn qilgan holda chiqarib berishdi. Xohlasangiz, dizayneringiz bo'lsa, polni proyekt bilan kelishsa, hammasini proyekt asosida dizayn bilan xohlagan narsangizni qilib berishadi. Hamma material topib berishadi. O'zbekistonda nima bo'lsa, siz istagan narsani topib berishadi. Xohlasangiz internetdan ko'rasizmi, bir o'rtog'ingiznikida ko'rasizmi, nimadir dizayn, ko'rsating, rasmini ko'rsangiz bo'ldi, topib berishar ekan, qilib berishar ekan. Mana bunaqa kaminchalarni qarang, uyda dizayniga moslab, mana bunaqa kaminchalar o'rnatib berishgan. Hammasini uстановkalari, mana bunaqa televizonalar, televizonni ham ko'ryapsiz-ku, anaqa gipsagardondan yasalgan fiolettiviy, roziviy ranglamas. Bunaqa qutdi nos qo'yadigan joylari yo'q buni. Nos kadini qo'yib qo'yasiz-ku, keyin bankaga sovuqcha qo'yib qo'yasiz. Unaqa emas. Bu haytiga akajonim. Bu zamonning talabi. Mana shunaqa narsalar bilan qilib berishgan. Ba'zi mana biralarigacha o'zlari joylashtirib tanlab berishgan ekan. Pardalarigacha maslahat berdik deyaptilar. Uydagilar aytayapti, pardalarigacha ustalarni o'zi tanlab, o'zlari rangga moslab qilib berishdi deyaptilar. Ko'ringlar, sifat masalasida ayb topolmadim men. Mana endi ustaman, o'zim ham bir paytlar malyarchik bo'lganman, rosa qiyin buni ishi. Bunaqa kasbda chiqarish qiyinligi uchun malyarkani sekin yig'ishtirganmizda bir o'zimizning yangi yo'nalishda boshlab ketganmiz ishimizni, patolog o'tib ketganmiz. Lekin bu videoni mendan usta so'rab ezilib ketgan akalarimga qildim. Ko'rasizlar, kanalga kirgan vaqtlaring ko'rasizlar, yo bo'lmasa so'raganlarni tashlab beraman. Pastda nomeri bor ustalarni. Yaqiningizga, tanishlaringizga shunaqa remont qildirmoqchi bo'lgan kimki bo'lsa jo'natib qo'yasizlar, manfaatli bo'ladi albatta. Bunaqa ustalarni topish bilasizlar, qiyin. Hozir usta ko'p, usta juda ko'p. Bitta Rossiyaga borib kelgan odam usta bo'lib ketyapti. Noto'g'rimi shu gapim? Noto'g'ri bo'lsa yozib qo'yinglar, to'g'ri bo'lsa yozib qo'yinglar. Bitta Rossiyaga borib kelsa ustada, lekin mana bunaqa postoyanni bitta ish bilan shug'ullanadigan, o'zini ishini did bilan qiladigan, ishiga ham javob beradigan ustalarni topish sal qiyinroq masala. Shunaqasini topganmiz xullas. Pastda nomerini qoldiraman. Telegramlarini bog'lab qo'yamiz pastda iloji bo'lsa, imkon bo'lsa. Bog'laninglar, qilgan ishlarni hammasini tashlab beradi, borib ko'rishadi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi bular. Mabodo uzoq bo'lsa, qaysidir boshqa viloyatga bo'lsa, sal ob'yom ko'proq bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki bularga ham yo'l kerak, to'da-sudasini qoplash uchun yo'ldan go'sht yeydi, tandir yeydi, har qalay Qashqadaryolik. Shuning uchun sal uzoqroq bo'lsa, ob'yom ko'p bo'lishi kerak. O'zlari Qashqadaryo, Shahrisabzdan. Shahrisabz bo'ylab, Qashqadaryo bo'ylab yuboy ob'yomga borishadi. Bir xona bo'lsa ham borishaveradi. Faqat uzoqroqlarga sal ob'yom bo'lishi kerak. Endi hoji aka, sizga ob'yom sal ko'proq-ku, chaqiravering, sizga qoplaydi birad. Xullas ko'rdingiz, pardalar devona, patolog devona, bundan battar bo'lmasa kerak deydi-ku. Men birala gapdan nazar soling. Boshqacha chiqqan-ku bular. Buni men qayerda yoqishni bilmadim, hozir usta ketib qoldi. Mana bunaqa televizorchani ilib qo'yasiz-da, maza qilib tagiga yotasizda.
Bir o'zingiz yaqindan qarangchi nima deyapti bular. Mana bunaqa patchalarni bir dizayncha qilib qo'yishibdi-yu. Turisini qarang, havas qilaman-da. Pollarigacha qilib berishgan. Laminatlarda devorni ranglariga moslab, plintuslarni akkuratnisidan qilib, moldinglarni yopishtirib, hammasidan kamchilik topolmaydigan darajada qilishgan. Derazalar ham katta-katta tushgan, xonamiz yaxshi yorug' ekan. Siz ko'ring biratim, didingizga to'g'ri kelyaptimi? Agar didingizga to'g'ri kelgan bo'lsa, yozib qo'ying. Ustidan kuyganmisiz? Yaxshi ustiga yo'liqqanmisiz yo bir ustidan kuydingizmi? Yozing qani, bir dardlashing qani kommentda, ustidan kuyganlar. Harakat qilinglar mana bunaqa ustalarga qildirishga. Narxini samolyot narxida o'ylamanglar akalar. Narx el qatori O'zbekistonda nima narx bo'lsa shu. Bu ham Amerikadan kelgan ustalar emas, o'zimizning ustalar. Ishini darajasiga to'g'ri keladigan narx aytishadi. Osmonda ham emas, lekin panjakash qiladigan ustalardek arzon emas. Normalniy narxda. Mana shu ishni narxi bo'ladi akajonim. Xullas, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sizga aylandim mana shunaqa ustalarni. Ustani o'zi hozir telefonda gaplashib qoldi, bo'lmasa ko'rsatib bormoqchi edim yuzini ham. Yaxshi bo'la xullas. Jo'nating videoni, kim remont qilmoqchi, kim mana shunaqa usta qidiryapti, kimni dedi mana shunaqa darajaga nozik, kim pulini nizashda sochib qo'ydi, shularga jo'natib qo'ysangiz, albatta manfaatli bo'ladi. Foydalaninglar, foydalanadigan joyi. Ustalar gapiga javob beradigan. Sog' bo'linglar.